Ko'p berilayotgan savollardan bittasi bu DTP bolalarni necha yoshda operatsiya qilish kerak yoki ortopedik muolajalar, xirurgik muolajalar necha yoshdan boshlash kerak degan ko'p savollar berishadi. DTP bolalarni 3-4 yoshgacha faqat konservativ yo'l bilan botulin terapiya, artez mahsulotlari, LFK va neurologik davo muolajalarini o'tkazish maqsadga muvofiq. 4 yoshdan keyin bo'lsa, yumshoq to'qimalarda, paylarda, mushaklarda ortopedik xirurgik muolajalarni boshlash to'g'ri bo'ladi. Eng optimal yoshlar bu 4 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan yosh. Endi 3-4 yoshgacha ham zudlik bilan o'tkazish kerak bo'lgan operatsiyalar bor, ya'ni chanoq son bo'g'imidagi deformatsiyalar, son suyagini tug'ma chiqiqlari yoki son suyagini spastik chiqiqlarida ham zudlik bilan operatsiya qilish kerak bo'ladi. Bu 2-3 yoshgacha qilsa ham bo'ladi. Yirik bo'g'imlardagi operatsiyalar, artrodez operatsiyalari 10-12 yoshdan keyin qilish maqsadga muvofiq.